Assalomu alaykum barcha bizni kuzatib borayotgan YouTube tomoshabinlari, qadrdon akalar, ukalar. Mana bugungi darvozamizning Farg'ona shahriga olib kelib o'rnatdik. Ushbu darvozamizning kvadratini 1.400.000 so'mdan dastavkasi hamma yo'q ichida qilib olib kelib o'rnatib berdik. Bu darvozamizning o'rtacha summasi 27.500.000 so'm bo'ldi. Razmerga keladigan bo'lsak, darvozamizning o'zi razmeri 385 ga, bo'yi 4 metr bo'ldi. Mana u yon tomonlari bilan 465 ga, 410 razmerda tayyorlab berdik. Bu darvozamiz mana bu joylari 3 qavatli fasonda bo'ldi. Arqa tomonda bir qavat, ikkinchi qavati mana bu lisimiz, uchinchi qavati mana bu bir-birlik lisimizdan, tosh lisimizdan bosib berdik. Ikkala yon tomondagi girdilarini 40 santimetrdan o'rnatdik. O'rtadagi nimamiz 100 lik turbadan bo'ldi. Mashina kiradigan joyimiz shivillerdan qo'yib berdik. Stoykalarimiz 10 ga 10 stoykadan bo'ldi. Profillarimiz 1.7 profildan 6 ga 4 profildan tayyorlab berdik. Arqa tomonni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Mana arqa holatlari, zamoklarimiz uzuv bir zamokdan qo'yib berdik. 5 talik chiqadigan. O'rtasiga center zamok qo'yib berdik. Mana bu joylari 3 qavatli varianti. Mana bu joylari 2 qavatdan bo'lgan. O'rtasini center zamok qo'ydik, bittada ochiladigan. Darvozamiz ham toshni razmerga o'rnatildi. Ikkala yoni. Mana ochilgan holati. Ikkala yonni ham atteska tashlanib, toshni razmerga o'rnatildi bu darvozamiz. Kuzatayotgan akalar, ukalar, mana kimda qanaqangi fikr bo'ladigan bo'lsa yoki murojaat bo'ladigan bo'lsa, imo, Telegram, WhatsApplarimiz bor, bemalol murojaat qilaverasizlar. Doim aloqadamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.